Turk qaynonamga O'zbekistonning tillari juda ham mazali bo'ladi deb rosa maqtadi. O'zbekistondan kimdir seni ko'rishga kelsa, ayt olib kelsin deb iltimos qildi. Ukam uylandi va to'ydan bir kundan keyin xotini bilan dam olishga 12 kunga bilet oldi. Kelinimizning dadasi qassob ekan, ikkita til, ikkita oyoq olib keldi. Qaynonamga maqtanib pishirishni boshladim. Bu ham shu vaqtda archilmay qolsa bo'ladimi? O'zbekistonda vaqtimiz har doim pishirardik, tezda archilardi. Injiq va ovqat tanlaydigan odamga ovqat pishirsang o'zi shunaqa bo'ladi. Kesib tashladim keyin. Tezroq pishsin deb turkcha qozonni ichiga solib qo'ydim. O'g'lim bir tarafdan yig'lab yotibdi, ochqab ketgan. Uni ovqatlantirishim kerak. Tilga qo'shib sabzavotlardan solib qozon tagini yoqib qo'ydim. O'g'limni ovqatlantirayotgan vaqtim pardaga qarab ovqat otvordi. Yog'li ovqat bo'lgani uchun ketadimi, ketmaydimi deb rosa qo'rqdim. Ukam O'zbekistondan bavi olib kelgandi. O'sha bilan yuvdim, qorday oppoq bo'ldi. Ovqat yog'i to'kilgan joyga 2 qoshiq bavi soldim. Qaynab turgan suvni ustiga to'kdim va 15 minut kutib turdim, keyin kir moshinaga soldim. Kir mashinadan chiqqandan keyin nam vaqti joyiga osib qo'ydim. Joyida qurib, hujum bo'lgan joylari ham yoyilib ketadi. Bavi O'zbekistonda Kardinka va uzum marketlarda topiladi. 2 soatdan keyin tilimiz ham pishdi. Bu qozonda qanaqa go'sht pishirsangiz ham 2 soatda yumshoqqina qilib beradi. Til yemaydi. U uchun boshqa ovqat qildik va qaynonam bilan mazza qilib yeb oldik. Tilni kimdir bankada pishiradi, kimdir qozonda. Qaysi biri to'g'ri? Kommentariyaga yozib keting.